Diqqat, ta'ziya. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov vafot etdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ko'plab muxlislar mehrini qozongan iqtidorli san'atkor Dizayn shou jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekov olamdan o'tdi. Bu haqida Vaqt.uz'ning Madaniyat vazirligidagi manbasi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Dilshodbek Musabekov so'nggi yillarda og'ir xastalik bilan kurashayotgan bo'lgan. U o'tgan yili Milliy telekanaldagi Ayol qalbi ko'rsatuviga bergan intervyusida Dizayn jamoasining 2023-yildagi 8 kunlik konserti jarayonlari ketayotgan vaqtda yurak xuruji sabab komaga tushib qolganligi haqida ham gapirib o'tgan. Ma'lumot uchun Shuhrat medali sovrindori Dilshodbek Musabekov 1975-yil 13-iyulda Andijon viloyatida tug'ilgan. U ijoddagi faoliyatini turli hajviy ko'rinishlar hamda quvnoqlar va zukkolar tanlovlaridan boshlagan. Bir qancha filmlarda ham rol ijro etgan. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolariga chuqur ta'ziya izhor etamiz. Ilohim joylari jannatlarda bo'lsin. Siz ham o'z fikringizni izohda qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.